Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Hammalaringiz sog' salomatmisizlar? Barchangizni xonadoningizga tinchlik, omonlik, fayz-barakot tilayman. Yaratgan egam barchamizni umrimizga umr qo'shsin. Bola chaqalarimizni kamolini, orzu-havasini ko'rishlikni nasib ro'zi aylasin. Mana she'r, maqola, shingil hikoyalarimni videolar orqali sizlarga taqdim etganimga ham 1 yildan oshibdi. Men o'z qimmatli vaqtlaringizni ayamay, mening barcha videolarimni e'tiborga olib eshitgan, samimiy fikrlar bildirgan, obuna bo'lgan barchangizdan chin dilimdan minnatdorman. Ba'zi yozganlarimni o'qib eshitayotganimda hayajondanmi, shoshilibmi, xato qilgan joylarim ko'p bo'lgan. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. O'zim qayta eshitib juda ham xijolat bo'laman. Hurmatli adibimiz O'tkir Hoshimovning o'sha mashhur Dunyoning ishlari kitobida men bu kitobni dunyodagi barcha onalarga bag'ishlab yozdim va uni o'qishin deb odamlarga tarqatdim degan so'zlari bitilgan. Men ham hayotda nimaiki ko'rgan bo'lsam, yuragimdan chiqarib yozib, hammasini sizlarga havola etdim. Ko'pgina yozganlarimni o'zim bilgan, ko'rgan insonlarim, yuragimga yaqinlarim xotirasiga bag'ishlab yozdim. Ularning xotirasi men uchun aziz va muqaddasdir. O'tirsam ham, tursam ham goh yonginamda yurgandaysiz, goh ko'rinmas xilqat bo'lib, mehr bo'lib turgandaysiz. Suyanchimsiz, yuplanchimsiz, jondan aziz jondoshlarim. Siz qalbimning ardog'isiz, yuragimga yaqinlarim. Bir she'rimni dugonam Farog'atga bag'ishlab yozganman. Bitta maktabda o'qiganmiz. Tibbiyot bilim yurtida ham birga o'qidik. Bitta gruppada, bitta partada o'tirardik. Eng yaqin dugonam Diloram boshqa gruppaga tushib qolgan. Farog'atni Dushanbedagi qarindoshlarining o'g'liga unashtirishdi. U oliy ma'lumotli edi. Uning xatlarini Farog'at ikkalamiz o'qirdik. Pochchamiz xatni Farog'atim deb boshlab, Farog'atim deb tugatardi. Oltin rang yaproqlar uchadi bir-bir, oyoqlarim ostida xazonlar gilam. O bu kez hayollar sarxush va uchqur, seni esga solar bu kun sirdosh dugonam. Sertashvish yumushlardan bo'shagan onlar, varaqlanar yoshlikning xotiralari. Esingdami Dushanbedan Farog'atim deb oshiq pochchamizning yozgan xatlari. Bizni o'qishdan har yili Lenin kolxoziga yotoqqa yuborishar edi. Farog'at ikkimiz chekara joydan agat olib, o'z shirin hayollarimiz, orzularimiz haqida to'lib toshib sirlashib haqida berardik. Men ashula aytishni yaxshi ko'rardim. Ba'zan Ikromjon Bo'ronovning Sen bahorni sog'inmadingmi qo'shig'ini, Habiba Oxunovaning alla qo'shig'ini, Tursunoy Mamedovaning qo'lda piyolam chinni deb boshlanuvchi qo'shiqlarni baland ovozda xirgoyi qilib paxta terardim. Dugonam ham qo'shiqlarini eshitib, o'z hayollari bilan yonimda paxta terib ketardi. Ba'zan oshpaz bo'lib dejurlik qilgan paytlarimiz kechqurun gruzovoy mashina tepasiga chiqib, ovqat nonlarni olib 5-6 ta qizlar bilan baragimizdan uzoqroq Pyatilitka degan joy bor edi. O'sha yerga ustozlarimizga va boshqa gruppalarga ovqat olib borardik. Sochlarimizda shabodalar o'ynab, hazil-huzul bilan o'yin-kulgi qilib borardik. O'sha davrlarni ham sog'inch bilan eslayman. Esiz endi qaytmas u damlar, o'rtish bo'lib o'tmishda qoldi. Shirin orzu armonlarimiz sog'inch bo'lib dillarda qoldi. O'qishimiz kelagan Farog'atni o'sha olislarga turmushga uzatishdi. Buni bir ikki marta ko'rdim. Keyinchalik ularning oilasi ham o'sha uzoqlarga ko'chib ketishdi. Buni boshqa ko'rmadim. Oxirgi paytlar yurak qon tomir kasalliklari va yuqori qon bosimi sabab sog'lig'imda jiddiy muammolar bo'ldi. Hech narsa yoza olmadim. Ko'kragim yuragimda sig'madi. Davolanib chiqdim. Allohga shukr. Hozir ancha yaxshiman. Ko'proq qilishni mahallam ko'proq aylanaman. Hozir ham u yerdan chiqib, butun suratlar yo'lakdan ketib boryapman. Odamlarni kuzataman. Kimdir ishga, kimdir o'qishga shoshadi. Hamma o'z ishi bilan band. Ana, mashinalar ham bir yetib turibdi. Ular ham o'z yo'lovchilarini o'z manzillariga besamon borib qo'yishga boshladi. Ularga ham omonlik tilayman. Bahor oxirlaganiga qaramay, daraxtlar hali ham yam-yashil. Hamma yoqda go'zallik. Ularning bari insonga yana ham ko'proq yashash ishtiyoqini beradi. Qish ham ketib, bahorlar keldi. Yuragimdan eridi muzlar. Dilda so'ngan umr uyg'ondi. Ko'zlarimdan to'kildi naflar. Meni yo'qlab keldingmi bahor? Unut bo'lsin endi dardlarim. Yashash ramli bu hayot go'zal. Ortda qolsin iztiroblarim. Ko'chalarni kuzaman sarxush. Dil ifora rayhon izlari. Buncha go'zal va olam nuri. Haqning menga muammo bari. Duo qilay omonlik tilab. Umr tilab hammaga. Tark etmasin har yili bahor.
mehmon bo'lsin yoshi qariga. Ilohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Elimizda, xonadonlarimizda hamisha yaxshi kunlar, to'ylar bo'laversin. Shu yurtni boshqarayotgan yurtboshimizning ham boshlari omon bo'lsin. Yana bir bor hammangizga sog'lik, omonlik tilayman. Hamisha Allohimning panohida bo'ling. To'ylar qiling 7 yilga, dovruq taratsin. Orzulari osmon elda navo taralsin. Do'st quvonsin, dushmanlarning yuzi uyalsin. Allohimdan o'zim sizga panoh tilayman. Omon bo'ling siz hamisha ey zamondoshim. O'zingiz siz bag'ri butun, qalbi quyoshim. Sizga bo'lsin dildan neki muhabbat borim. Allohimdan barchangizga panoh tilayman.